10 minutdan keyin nim bo'ldi, ovoz faqat chiqmaganligi uchun qayt yana bir qatim yangidan boshladik. Shuning uchun ovoz chiqmay qolsa, ovoz chiqmadi deb uchur qoldirib qo'ygan bo'lsanglar, ovoz chiqqan bo'lsa boshlaveramiz. Assalomu alaykum. Gulnaz Abduqodir xonim, qimmatli vaqtingizni chiqarib, Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmaga naq maydondan qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat sizga mo. Rahmat. Albatta mana program 10 minutdan keyin nim bo'ldi, faqat ovozimiz chiqmaganligi uchun qayta yana boshladik buni. Shunga to'g'ri tushungaysiz. Endi biz ham Uyg'ur choyxonasiga sizniki tunji qadam tashrif qilishingiz. Avval o'zingizni bir qisqacha bir ekran oldida qarindoshlarimizga tunishtirib o'tgan bo'lgan bo'lsangiz, sizni kona chet elda yashaydigan Uyg'urlarni ko'pincha tunigan bilan yoshlar tunimasligi mumkin. Shunga siz o'zingizni bir qisqa tushuntirib o'tgan bo'lsangiz rahmat. Assalomu alaykum ekran oldidagi qarindoshlarim. Assalomu alaykum Abdurahim. Siz garchi meni necha qatim taklif qilgan bo'lsangizmi, mush yildan 5dan boshlab meningki vaqtim chiqmay ekraningizga chiqamay qoldim. Bugun Alloh buyuribdiki, chiqib so'zlash nasib bo'ldi. Boshlab meningki vaqtim chiqmay. Ovoz qaytilanish bo'yotdi. Normallimi ashta bo'lsa? Endi Ovoz bor. Qaytilanish bo'lib qoldi. Bugun endi so'zlaydigan kimmiz? Shu 25-yildagi dunyo iqtisodi nima ishlar bo'ldi deganni so'zlamoqchiman. Undan burun meni o'zingizni tanishtirib dedingiz. Men Gulnaz Abduqodir, men Amerikaga kelgani 41 yil bo'lib qoldi. 41 yil bo'libdi. Men bu yerga o'qishga chiqqan. O'qishga chiqib Amerikaning University of California Davis'da shu yezilik iqtisodi boshqarish asosiyat iqtisod. Shundan magistrga qoldim. Undan keyin University of Florida Gainesville'da yana boyliq, tabiiy boyliqni boshqarish to'g'risida yana bir ikkinchi magistrni oldim. Undan keyin business school'da so'z maktabda shu universitetning ichidagi doktorlik oldim. Undan xalqaro savdo va xalqaro moliya to'g'risida. Undan keyin 1993-yili doktorlik unvonini olib, Dunyo bankisiga yosh iqtisodshunos bo'lib, shu yerga ishga kirdim. U yerda asosiyatdan Osiyo, O'rta Osiyo va Sharqiy Yevropa taraflarida mablag' silish xizmatlari bo'ldim. 10 yil ishlatdim. Keyin uşaq ballarım bo'lib, bizning xizmatimiz to'lisi shu sirtqa boshqa davlatlarga berib mablag' silish, davomli sirt yurish bo'lgandan keyin ballarım bilan qiynalib qolib, shu Amerika o'z ishidagi xalqaro vakilligi bor moliya institutlarida 3 o'xshamagan institutda ishladim. U yerda 23 yil ishlabdim. Jami 33 yil ishlab, mana 2 yil oldu pensiyaga chiqib, Andan pensiyaga chiqqaningizda bir umr yozgan she'rlarimni ratlab 2 kitob qilib chiqardim. Birisini bultu chiqargan, birisi 5 yil 25-yil chiqdi. Anakin ayıl tarixini yezib uni chiqardim. Ular hammasi davlatning har qanday yerdagi, dunyoning har qanday yerdagi kishilar Amazondan ola oladi. Qiziqsanglar, andan mening YouTube kanalim bor. U yerda ham she'r guzarlığı hem şu iqtisod to'g'risida leksiyalar bor. Qaybir she'rlarni uyg'urchaga tarjima qilib, musiqa qilib ishlangan naqshlarmi bor. Qiziqsanglar, kirib YouTube kanalimni ko'rib boqinglar. Rahmat. Siz chet el rastlagan hammadan burun chiqqan, ham chiqib yuqori o'qib, yuqori ixtisosga xizmat qilib ekansiz, iqtisodshunos. Bunu faxrlandik. Bugun Uyg'ur choyxonasi tunji qatim sizlar bir uchrashish, xalqimizni tanishtirish bir fursat bo'libdi. Buning uchun ko'p Allohga ko'p rahmat aytamiz. Bunda bir hozirliklarni yaratib berganiga.
Unda bo'lsa siz bilganki o'zingiz tayyorlab kelgan shu dunyo iqtisodida 2025 nima ishlar olib ketdi haqida bir PPT o'lchatyapti. Shuni bo'yicha bir tushundirsam, oraliqda savollar qolib qolsa, men shunaqa so'raymiz. Bo'lmadi. Kichik bo'lib qolib, men cho'ng bo'lib qoldim. Ko'rinmadi. Endi bo'ldi-ku deyman. Bugun biz 25-yildagi dunyo iqtisodida, dunyo iqtisodiga cho'kib kiramiz. Bu yil hamda eng qorong'u qiyoslarninki bir qismiga duch kelgan bo'lsaqmi, ammo mutlaq ikki asosli kuch bu bo'lsa o'zgarishchanlik va chidamchanlik bilan belgilangan bir yil bo'ldi. Dünya qarz tənərqisi nəhayət zor dərəcədə aşdı və yeni coğrafiya, siyasət xəritəsiga moslaşdı. Biz dünyada oxşamagan rayonlarninki bu yolda qandaq manğanlığını təfsili görüb ötdümiz hazırqı. Birinci sertimiga kelsangiz, ovozim chiqyaptimi, chiqmadimi? Chiqyaptimi-da? Sizga chiqqan bilan boshqalarga chiqdimi, chiqmadimi? Shuni bir ko'rarmanlar devatgan bo'lsa, bo'ptimi? Bo'pti unda. Boshqalarga chiqqan bo'lsa, bo'pti unda bo'lsa. Unda olsa birinchisiga keldikmi? Birinchisini ko'rib o'taylik. Birinchi serialga kelsak, dunyodagi GDP o'sish sur'atini ko'rib boqaylik, sur'ati qanday bo'lyapti. Hozir asosliq temaga kelsak, 25-yili asta o'sadigan hamda chidamchanlik bilan o'sadigan deb faraz qilgan. Dunyoviy iqtisodiy o'simishi o'tirhol bo'ldi. Buldu 3,3 bo'lgan. Bu yil 3,2 bo'lib sal ostlandi. Endi bu taraqqiy qilgan iqtisodiy davlatlarga qarasak, ularninki o'sishi 1,6 bo'lib chiqibdi. Mana bu yerda. Men ma'lumsam ko'rinamdiki, ammo gulinayotgan davlatlar yanada kuchli bo'lib ko'rinyapti-da iqtisodiy o'sishda. Buningda Osiyo boshlamchilik bo'lib menyapti. Bu deganlik dunyoviy iqtisodiy o'sishninki nuqtasi yetkaldi demaklik. Taraqqiy qilgan iqtisodlardan taraqqiy qilayotgan iqtisodlarga. Bu xil chidamchilik bir xil bo'lmadi. G'oy rayonlarda nəhayət yaxshi. Bu yil iqtisodninki davomliq iniqsizlik bo'lib qolishi, siyosatninki, coğrafiya siyosatninki to'xtalg'ulari bular o'xshamagan rayonlarga o'xshamagan natijalarni ko'rsatib chiqadi. Endi ikkinchi serialga kelsak, coğrafiyalik siyosat va savdo vaziyati. Bunga kelsak, agar 24-yili taktik bo'lingan, siyosiy taktik bo'lingan bir taktik yili bo'lgan bo'lsa, shuni bilgan bo'lsak, bu yil 25-yili coğrafiya siyosiy bo'linishninki dunyoning har qaysisiga haqiqini his qildik ham ko'rdik. Buningki asosli kuchi, bunda bo'linishning kuchi shu savdo to'lqinininki shiddatlik o'sib ketishi, masalan, bu Tamboj bezninki yuqori bo'lib ketishi, korxonalarninki ishlab chiqarish tannarxisini ko'taryapti. Andin biz yilning 5-ida nurg'un korxonalar, shirkatlar
aldırab import qılaldı. Bu import bajı kötürilişden burun jiqaroq import qılalaylı dep. Bu nurg'un omborlarningki ijara haqqini ko'tiribyapti. Nurg'un shirkatlar molni akab qo'yib qo'yadigan yer topolmay ketdi. Muşta bir ahvolga duch keldik. Shuning bilan birgala ham bir shirkatlar, korxonalar o'ziniki xatardan qutulishini, yana o'ziniki ta'minlash zanjirini qaytadan qurib chiqishini jiddiy o'ylashdi. Bu xil uzluksiz jiddiychilik hamda mushu yuqori energiyaninki bahoning bahosini yuqori bo'lib ketganligi ham turoqsizligi shular hammasi qo'shilib o'zi bir mushu dunyo miqyosidagi shirkatlar mablag' sag'uvchilarga bir to'solg'u bo'lib, bir cho'ng to'solg'u bo'ldi. Shuning bilan 3-chi sertimig'a kelaylik. Siyosiy parchalash to'g'risida, jo'g'rafiya siyosiy parchalash to'g'risida. Buningki hamda buninkini o'zimiz hammamiz ko'rib o'tdik. Jo'grafiyalik siyosiy bo'linish deganlik mushu o'xshamagan iqtisodiy va siyosat bo'laklarga, birliklarga bo'linib ketdi-da. Dunyodagi hamkorlashish, dunyoviy hamkorlashish ozlashib, har jo'grafiya rayonlarga siyosatni markaz qilib bo'linib ketdi. Buningda mushu bir tarafdan Amerika taraf bo'lib, Jungo taraf bo'lib, Jungoga ittifoq qilganlar, ittifoqlashishlar, Amerikaga ittifoqlashganlar bilan ikki bo'limga cho'ng bo'linish bo'ldi. Bu burunqi ko'p turlik hamkorlashish, dunyoviy deganlar hammasi ojizlashib ketdi. Bo'libmi shu dunyodagi institutlar, Dunyo savdo tashkiloti, UN deganlarninki kuchi ojizlashdi. Ular ojizlashib ketdi. Andan keyin bu savdo va iqtisodni bir qurollashtirib oldi. Savdo iqtisodni. Bunda savdo to'solg'i bo'lish, andan keyin bo'linib chiqish o'xshamagan nimalarga mushu ta'minlash zanjirlarini qaytadan qurib chiqish, yana mushu o'zlari bilan do'stona bo'lgan davlatlar bilan birga hamkorlashish, boshqalar bilan ayrilib ketish degandakchi. Bularninki bo'lgan ta'siri yuqori, buningki unumi tuvan, tanarqisi yuqori dunyoviy iqtisodiga shunday bir ahvolni keltirib chiqadi. Endi yig'ib aytgan chog'da 25-yili ninki bu siyosiy bir parchalanish, asosan parchalanishi iqtisodiy qaror chiqarish uchun bu nihoyatda muhim bo'ldi-da. Iqtisod qaror chiqargan chog'da burunqidek eng azaliya, eng unumi yuqori yer bilan moslashishimiz demay, kim bizga do'stona bo'lsa, qayerga bexatar bo'lsa, shular bilan birga hamkorlashishimiz deb bunda bir ish bo'ldi. Shuni jo'grafiya siyosiy bo'linish deb ilinyapti hozir. Endi 3-chi sertimig'a kelsak, pulninki baholashi va o'sim nisbati yuzlanishi. Nurg'un qarindoshlar mendan burun so'rgandi, shu o'simninki zodi iqtisodga qandaq roli bor deb. Buning ochiq rollari bor. U bir ayrim bir leksiya bo'ldi. Men uni keyin yana bir so'zlab berishga tirishmayman. Hozir mayda 100-yillar deb o'tib ketdim. Shu 25-yili o Markaziy banklarninki
pulning paxallashiga qarshi turish bir yil bo'ldi, ammo bu hikoya tugmadi bir yil. Yana davomli 26-yili yana ip mangdi. Masalan, dunyo miqyosida pulning paxallashi hozir asosiy jihatdan tuvan tushgan bo'lsa-mu, bultu oldingi yillarga qaragan chog'da, mana jadvalga qarasangiz, yana Amerikaninki pulning paxallashi hozircha 2,9 yoki 3% bo'lib tugaydi bir yilning oxirsida deyotidi. Bu demaklik, Federatsiya zaposi komitetiningki 2% nishonidan xeli yuqorida, 1% dak yuqori. Shuning o'ziniki degan nishoniga yetmadi. Shuning kelasi yilga yana davomliq bu kurashni ip berish kerak. Ammo boshqa davlatlarninki, Yevropaninki, ularninki hamda yana ma gullanayotgan bozorlarninki, davlatlarninki qaragan chog'da ular yana balduroq o'simni balduroq tushadi. Mush Markaziy bankining o'simini. Amerikaninki yuqori o'simni o'zaroq tutib turmiz deb bizning prezident bilan bu Federatsiya zaposi komitetining boshlig'i ikkisining ko'z qarashi o'xshamay turib, bular Federatsiyaninki o'zaroq tutib turmiz deb bir mazgil uzun egiz yuqori o'simni tutibdi. Endi hozirgi 12-oyning 10-ninki sansib bir qaragan chog'da hozirgi o'sim 3,5 dan 3,7,5. Buldu 3 qitim o'simni tushadi, bir yil 3 qitim tushadi. Eng yuqori bo'lgan chog'da 5,2,5, 5,5 bo'lgan 23-yili. Shu pulning paxallashiga qarshi turish bir xil qurol bu. Buningki ahvoli bundaq. Endi boshqa davlatlar o'simlarni balduroq tushadi. Amerika xeyli uzungacha yuqori tutibdi. Endi 4-serialga kelsak, yetkapasangiz 4-sida o'sha ilg'or iqtisodlarninki ichida endi Amerika asosiy harakatlantirish bir kuchi. Bunda aytgan chog'da butun ilg'or iqtisodlar desa Amerika bir vakil bo'lib turdi. Amerikaninki alohida degan bir hodisa bor. Chunki yana Amerika hozir iqtisodli ostlandi degan bilanmi yana maya qarasanglar, meyada 2% o'sibda. O'sidi demakchi bir yil taxminan. Bir yil tugmadi-ku. Endi Yevropaga qarasak, boshqa davlatlarga qarasak, endi Amerikaninkini davlatlar nima uchun bu 2% o'sdi desak, Amerikaninki pulning paxallashi bo'lsa-mu, boyoq davlatning qarzi bo'lsa-mu, mushu AI sun'iy aqlga nurg'un pullarni silib, mablag'larni silib, sun'iy aqlni zo'r kuchda taraqqiy qildi. Bu taraqqiy qildi. Shuning uchun yilning 5'ida iqtisod ostlaydi degan bilan keyin bu sun'iy aqlga solgan mablag'lar iqtisodni keyindan ishtirib yuqorgi pallaga ko'tardi. Shuning bilan bir yil 2% o'sdi. Endi Yevropaga qarasak, Yevropaninki oldingi yili bultu oldingi yil qaragan chog'da bir yil xeyli o'sdi. Mana 1,2% o'sibdi bultu 0,8 uning oldingi yil 10 tuvandi. Angliya bo'lsa bultu 1,1%, bir yil 1,3. Yapon bo'lsa bultu 0,3%, bir yil 1%ga o'silgandek qilib turdi. Bularninki asosligi endi bu taraflarda Yevropaninki yuqori energiyaninki bahosining yuqoriligi, ishlab chiqarishninki tannarxisininki yuqoriligi hamda shu moliya siyosatining bak ehtiyotkorligidan yaxshi iqtisodda yaxshi o'samagini. Endi 5-serialga kelaylik. 5-serialga kelsak, bu bo'lsa yangidan gullanayotgan bozorlar va taraqqiy qilayotgan iqtisodlarni so'zlab o'tamiz. Buningda parlaq bir nuqtasi
hazır bütün dünya miqyasidagi iqtisodiy o'sishda yanala mushu yangidan gullanyotgan bozorlar, mushu davlatlar Osiyo boshlamchi bo'lganda Osiyodan. Bu ko'zga ko'rinarlik alayida iqtisodda yaxshi bo'lgan Hindiston bo'ldi bu yil. Hindistonninki bu yil 6,2 %da o'smoqchi deb yuqori sur'atda o'syotidi. Bularninki asos jihatdan o'zining GDP'si bu yil 4,3 trillion Amerika dollarisiga yetadi deb faraz qilyotidi yilning oxirida. Eng oxirgi son chiqmadi dahi. Men bu sanspirlarni 24-yilda tayyorlab bo'lgandim. Aldığın 2 kunda asos jihatdan bayram bo'ldi-ku. Endi hozir demak bular hozir mushu Hindiston Yaponga yetishib ishib ketamdikin deyotidi. Hozir Hindiston bo'lsa 5-dunyodagi eng chong iqtisodlarning birisiga kiryotidi. Yapon 4-sida turyotadi necha vaqtdan beri. Endi hozir 4-siga o'tib ketganda qilib turdi deydi. Endi Jungoni yetib kelsak, Jungoninki ostlandi, hozir bu yil 4,5% o'sdi deydi, ammo bu songa ishongil olmaydi ancha. Chunki men Dunyo bankida ishlayotgan chog'imda Jungoning o'sish nisbatini o'zimiz ayrim sanspirtlardan hisoblatdik. Ularning hisoblab berganini olmadik. Chunki ularning hisoblash usuli dunyoning boshqa standardi hisoblash usullariga o'xshamaydi ekan bir qadar. Shuning uchun uni ancha to'g'ri emas deb, shuning uchun bu 4,5 ga savol qo'yib qo'ysak bo'ldi. Bu o'zininki degan soni. Endi bu Hindiston nima uchun bundaq o'sib ketdi 6,2% degan chog'da ularning asos jihatdan o'ziniki davlatininki iste'moli ishib, maoshnami ishib, bu bir tarafdan. Yana bir taraflamadan bular IT, texnologiya va qatnash to'g'risidagi mulozimat sohalarini yaxshi taraqqiy qildirib, undan asos qurilishga yaxshi mablag' selib, asos qurishlarga siyosiy jihatdan islohot qilib, mushu ishlab chiqarishni rag'batlantirish, bu sanoatlarni, eksportni rag'batlantirish siyosini yuzlashtirdi. Ondan ularda bo'libmi yosh emgak kuchi naydi, texniklik yosh emgak kuchi chiqqan. Sirtda ishlab pul tepib, masalan Amerika, Yevropa deganlarda o'zining davlatiga jiq pullarni avatdi deganda bular o'zining davlatini gullantirdi ekan. Turayotgan joyidan pul tepib, o'zining davlatiga pul avatib, o'zining davlatini beydi ekan. Bunda bir ahvol bor ekan. Shuning uchun bu Hindistonninki bunda o'sib ketishi. Endi 6-serialga kelsak bo'ldi. Bu savolga kelsak, endi bu taraqqiy qilmagan davlatlarninki, taraqqiy qilgan davlatlarning ichiga kirmaydiganlar hammasi shularga kiradi. Endi buning ichida Osiyoda Jungo, Indiya, Hindiston, Indoneziya, Malayziya, Filippin, Tayland degandek Latin Amerikadan bor. Brazil, Meksiko, Argentina, Kolumbiya, Peru. Ondan keyin O'rta Osiyo, Yevropa, O'rta Osiyoninki Rossiya, Turkiya, Poland, Chek, Qozog'iston degandek, Afrikada South Africa, Misr, Nigeriya, Kenya, O'rta Sharqda Saudiya Arabiston degandek mushtaq davlatlar kirdi. Undan boshqa BRICS degan davlatlar va ular Brazil, Rossiya, Hindiston, Jungo, Janubiy Afrika degan bular bu ayrim bir guruh bo'lganlar. Shunga o'xshash shundaq bular nihoyatda bir cho'ng rayon. Asos jihatdan shu taraqqiy qilgan iqtisodlardan kirmaganlar. Taraqqiy qilgan iqtisodlar masalan Amerika, Kanada ma yoqda, Yevropadagi hamma shu davlatlar, G'arbiy Yevropadagi. Undan keyin Osiyoda Yapon,
Avstraliya, Yeni Janubiy Koreya deganda Hong Kong, Makao, Tayvan deganlar kiradi taraqqiy qilgan davlatlarga. O'ttirliqda yana Isroil, Czech Republic, Slovakiya, Sloveniya, yana qayoq qoldi? Malta, Cyprus, Estoniya, Latviya, Latveniya degan yerlar qatorliqlar ular taraqqiy qilgan davlatlar kiradi ekan. U hozir o'zgarib turdi. Masalan, bir davlatlar bak taraqqi qilib ketgandan yilda bir bularni tekshirib bo'linishga to'g'ri keldi. Hozircha shundoq bo'lingan. Endi 6-siga kelamdik. 6-si bir muhim sirtma bu. Bu bo'lsa davlatlarninki qarz masalasi. Davlatlarning qarz masalasi endi biz yil qarasak 25-yili bir eng ig'irlashgan bir yil bo'ldi. Chunki bu yuqori o'sim, ondan qarzlar qo'shilib bir-birisining to'pisiga bo'libmi Covid vaqtida, pandemik vaqtida nurg'un davlatlarimiz qarz oldi, ishlab chiqarish asosiy jihatdan to'xtagan chog'larda. Uningga qaytilib yuqori o'sim. Bular hammasi qarz qaytirishning nihoyat qiyinlik bo'lganligini biz yil his qildik 25-yili. Masalan, davlat qarzi to'lash tannarxisi shu Amerikani misol qilib o'tsaklar 1 trilliondan oshdi. 1 trillion Amerika dollaridan. Shuning uchun bu hamda bu 1 trillion dollar degan nihoyat jiq pulda. Agar shu pulni boshqa asosiy ishlab chiqarish yoki boshqa ijtimoiy programmalarga ishlatmay shu qarzninki qarzning o'simini to'lashga shunchalik pul sarf qilyotdi. Bu nihoyat bir ig'ir ahvol. Endi qarzningki GDPga bo'lgan nisbatini desak, masalan, Yapon hayron qolg'idak 235% mushtaq nisbati bo'lyotdi. Shuning uchun shu barliq siyosat belguvchilarninki Yaponda moliya zaxirasini qaytadan qurishga oldingi o'ringa qo'yishninki zarurligini ta'kidlayotdi hozir. Bu nihoyat bir ig'ir ahvol. Buni hozir qo'yib turaylik. Ma'lum hammasi yilning oxirati tugmagandan keyin taxminan sonlanishlarimiz to'g'anlar. Bu qarzning ahvoli shunday bir ig'ir ahvol. Endi 7-sirtmaga kelamdik. Davlatlar qanday qarz bu masalan o'zingiz bir oildanmi qarz olsangiz banka qo'yib qarz olsiz. Masalan, bankaninki qarzningki o'sim bo'ldi. Shunga siz to'laganda bankaning qarzi bilan o'simini qo'shib to'laysiz. 100 ming olgan bo'lsangiz, o'sim bilan 150 ming bo'lib ketishi mumkin. Masalan, 15 yil, 20 yillik qarz olsangiz. Endi davlatlar banka qo'yib qarz olmaydi. Ular zoyim chiqardi. Amerikani masalaga olsak, misolga Amerika bir zoyim chiqardi. Zoyimninki o'sim bo'ldi. Şu an bu zoyimni boshqa davlatlarimiz Amerikaning ishchi teshidikilarimiz oladi. Bu zoyimni setish orqali undan keyin bu hukumat bularga o'sim to'laydi. Men agar Amerikaninki hukumatining 6% zoyimini olgan bo'lsam, Covid vaqtlarida mana shu 6% to'lab birda, uningki men mayli 5 yillik, 10 yillik olgan bo'lsam, 10 yilninki muddat to'shgandan keyin bana har yili uning o'simini to'lab bergandan boshqa yana men zoyimninki asli pulni yana qaytarish kerak.
Shuning uchun hozir bularninki işte qarxalar yağsı zoyim qag'anlar, shirkatlarimiz zoyim chiqirdi masalan. Maktablarni chiqirdi Amerikada. Shundoq qilib qarz oldi. Bu mumkin yildan yilga bu zoyimlarni chiqiravergandan keyin o'sim yuqori yillarda buningki o'sim nihoyatda yuqori bo'ldi. O'sim tuvan yillarda o'sim tuvan bo'ldi. Ammo shular hammasi qo'shilib kelib bu 25-yili biz shu markaziy banklarninki o'simi bu zoyimlarninki o'simini belgilaydi. Shuning uchun necha yildan oyog'i biz yuqori o'simda yurdik. Banka pul qo'ysangiz palonchi o'simga 5%ga 6%ga muncha yillik muncha %ga deb qarz olsangiz undan yuqoriroq bo'ldi %lari. Masalan, Amerika taraflar uy olsa. Shunga o'xshash bir oilani boshqarganga o'xshash davlatnimi shundoq qarzlar bilan qarzni olgan qarzni to'lash kerak. Hozir qarz o'zini emas, shu qarzningki shu o'simlarni service charge deb qo'ydi. Tannarxisida o'sib ketib bordi. Chunki necha yildan oyog'i bu o'sim yuqori bo'lgandan keyin bu yildan yilga qaytilib shu o'simga bo'g'ilib ketdi. Endi hozir bundan nima qilsak, buningki natijada buningki hammasiningki o'simi shu abaydab o'tgandek men shu markaziy bankininki o'simiga bog'langan. Endi hozir asosan tushyapti agar bir yil yana yangi mushtaq zoyimlarni chiqarsa, ularninki o'simi bultu o'zoqlardan sal tuvarak bo'ldi. Ammo uni yana kelajakda to'lash kerak-da. Bu hozir burunqi olgan qarzlarninki o'zi ham uningki o'simini to'layapti. Shunga hozir mana Amerika o'zi shu o'simini to'lash uchun $1 trillion ketib qoldi. Bu nihoyatda bir muhim ta'sirlar bo'lyapti-da, moliya jihatdan bir cho'ng besim bo'ldi. Uning tannarxisini to'lash, ondan agar u bo'lmagan bo'lsa, shu $1 trillionni siz asos qurilishlarga yo bo'lmasa sog'lomni saqlash, ma'riflarga ishlatsangiz u nurg'un AI'ga hozir bo'linayotgan ishlatsangiz nihoyatda cho'ng bir pulda. Unadan kompaniyalarga qarasak, ko'p shirkatlarga bularninki nurg'un ta'sirlar bo'lib ketadi. Bizneslarninki tannarxisi o'sib ketdi bu o'simninki qarz o'simining dadidan. Bu savdoga kelsak, savdolar ostlashdi, ishlab chiqarish ostlashdi mush qarzningki ta'siridan. Hamda shu qarzningki odamlar to'lamaydigan odamlar emas, davlatlar, shirkatlar to'lamaydigan darajaga kelib, qayda shirkatlar vayron bo'lgan chog'da hamma nimasini setib shu qarzlarni to'lashga oldida shu qarzlarni to'lash majbur bo'ldi. Shundoq qarzlar bu. Hamda 7-siga kelamdiq. Bu nihoyat og'ir ahvol qarz. Buningga kelasi yilda yana yaqin ko'z tutishimiz kerak kelasi yil bo'lgan chog'da. 7-si oltin to'g'risidami? 7-si hamda oltinninki bahosining o'sishi. Ben 10-oyda bir leksiya qandim, uning tafsiri dunyodagi oltin bozorining ahvoli qandoq deb, nima uchun o'sib ketib bordi degan to'g'risida. Agar tafsili bilmadinglar, mening YouTube kanalimga kirib, shuni ko'rib olsanglar bo'ldi. Meyada hamda men ozroq so'zlab o'tib ketay. Mau sertmiqqa qarasak hozir oltin hozir bizningki odatdagi tovardan bosib o'tib, hozir oltin dunyoviy pul mudofaasi xarakteriga o'tib ketdi. Bir yil mana 70% o'sibdi. Dunyodagi rekordni yaratdi-da, 50 yilning oyog'i bo'lgan bir rekordni yaratdi. Hozir shu bir yil shu 24-23-yillar oltinning bahosi eng yuqoriga chiqib, 2 kun burunlam 4525 bir onsiga shundoq chiqib ketdi.
Endi bundaq bir yo'tkilishi hamda bu oltin nima bilan baho beradi-ku, bahosini dollar bilan beradi. Dollarninki bahosi dunyo bozorida tushib chiqib davg'ulashib turgan bo'lsa-mu, ammo oltin yanala o'zining qimmatini yo'qotmay borgansiri o'sib menyotidi. U mushu dunyodagi markaziy banklar bo'libmi Sharqdagi, Osiyodagi, hozir mushu rekord yaratgandek oltinni ilib, o'zining zaposini qo'g'dashga oltin ilib, banklarni chingdayotidi. Endi bu bizga nihoyatda bir ochiq bir bozor, mushu dunyo bozori bizga bir ochiq signal beryotidi. Bu signal nima desanglar, mushu dunyo miqyosidagi qarzninki o'simi oldingi sinfda ko'rgandek shunda bir saviyaga chiqib ketgan chog'da ko'tarilib, haqlar qog'oz puldan umidsizlanib, oltinga o'zini otdi. Shunlar oltin faqat odatdagi bir tovar mablag' soladigan bo'lmay, bu asosliq bexatarlik bir joy deb bilinadi. Ham 26-yili oldimiz kelayotgan shundoq 26-yildami shundoq bo'ladi. Buningga nihoyatda diqqat qilsak bo'ldi. Bu oltinni shunchaki so'zlab turay. Endi 8-seriyaga kelaylik. 8-seriyaga kelsak, sanoatdagi bir muhim burilish. Sun'iy aql to'lqini. Gayda sun'iy aql gullanishi deyotidi. Sun'iy aql inqilobimi deyotidi hozir. Shuning uchun bu hozir oltinni mudofialik strategiyalik mablag' silish degan bo'lsak 25-yili endi bu oltin bo'lsa, oltin demayman, bu sun'iy aql bo'lsa, AI bo'lsa, hujum qilish bir strategiyasi bo'lyotidi bir yil. Hamda kelasi yillarda shundoq bo'ldi. Endi bu texnologiyaninki bundaq burilishi, AI'ninki inqilobidek bundaq bir qo'zg'alishi, tez suratda ishishi 25-yilda bu faqat bir tashviqot emas. Bu bir tashviqot emas. Bu hozir nurg'un mablag'larni sarf qilyotidi, bo'libmi Amerikada. Masalan, mana sonliq markazlar qurilyotidi, nurg'unlagan mablag' selib, hisoblash kuchini kuchaytiryotidi, bo'libmi Amerikaning ishida. Men keyin bir son sifrlarni beraman. Bu xil mablag' silish AI'ga hozir iqtisodninki, ishlab chiqarishninki ishi unumini ko'tarib yetyotidi. Buningda endi bizga biz mushu tuvan unumli ishlab chiqarishdan bir qutulib, kelajakda mushu tuvan ishlab chiqarish bir tozig'idan qutulib, asosiy jihatdan texmi yuqori unumli bo'lishi mumkinligini ko'rib olamiz. AI orqali. Ammo bu hozir texnologiya aksiya bozorda texnologiyaninki turoqsiz bo'lishi, bozorninki bahosininki davg'olishi, chiqib tushib, lekin kripto marketninki, kripto bozorninkimi nihoyatda tushib chiqib davg'olishi mushu bozorninki bahosini shiddat bilan tengshiryotidi. Demak, bu bir butun moliyaninki, dunyodagi moliyaninki turoqliq bo'lishiga ig'ir ta'sirlarni ko'rsatyotidi.
Bu yana biz 26 yili nihoyatda diqqat bilan qaraydigan bir tarafmi mush taraf. Texnologiyaninki dag'olishi va kripto bozorninki dag'olishi qandaq moliya bozoriga xavflarni olib keldi degan. Endi 9-siga kelaylik. 9-si bo'lsa, bu bir stratejiyalik oldingi sap. Bu oldingi sap nima desap, chips, elektrlik mashina va minerallar, osib bo'lgan minerallar. Yangi neft degan bir uqum chiqdi hozir. Bu yangi neft degan nima desa, burun nefti bor davlatlar boy bo'lib, boyliqni kontrol qiladigan hozirgi yangi neft nima desa, boy biz oltinni so'zlab o'tdik, AI'ni so'zlab o'tdik. Endi bu semiconductor chiplar bu 21-asrdagi yangi neft bo'lgan bo'ldi. Bu chiplar bo'lmasa AI'ninki oldingi sertmidagi bunda gullanishi mumkin bo'lmaydi. Buni nihoyat yaxshi tushunishimiz kerakda. Coğrafiyalik siyosat to'solg'ular. Buningda hozir 90%dagi chiplar hozir yana Tayvanda ishlab chiqilyotidi. Bu bo'lsa bir silikon qalqonlarini paydo qilyotidi. Coğrafiyalik shu jiddiychilik nuqtasi hozir har bir dunyo miqyosidagi mablag' saquvchilarninki ko'rsatadigan bir nuqtasi. Agar mushu ta'minlash zanjiri uzilib ketsa, tushundingizmi? Agar mushu ta'minlash zanjiri uzilib ketsa, bu GDP'ga nihoyatda qattiq zarba bo'ldi. Bu zarba moliya zarbasi, moliya krisisimi, ig'ir krisisni butun dunyoga olib keldi. Shuning uchun Tayvan nihoyatda bir muhim halqiliq iqtisodiy urushda bir halqiliq joy bo'lib qoldi. Ondan yana birisi elektrlik mashina urushi dunyodagi. Dunyoda endi bir qo'rqinchli bir ish paydo bo'ldi. Butun dunyoga Jungoninki elektrlik mashinasi besib ketdi. Shuningga qarata Amerika, Yevropadagi davlatlar hammasi buning tambojni boj qo'shdi. Amerika 100% qo'shdi. Yevropada 48%, 46% shundoq qo'shdi. Buningda yana shu dunyo miqyosidagi bozorninki parchalanishini ko'rsatdi. Endi asosiy bo'lgan mazmun shu 25-yilni tushunish uchun biz shu o'tib ketgan shu yilni tushunish uchun biz cho'qim bu savdoni, dunyo savdosini tushunishimiz kerak. Bu dunyo savdosi burunqidek mol silib, mol setib, mol kirgizish, import, eksport qilishlar emas oddiylar. Hozir kim texnologiyani va boyliqni kontrol qilsa, shu o'tib chiqadi degan gap. Shuning uchun buningga nihoyatda diqqat qilsak bo'ldi. Endi asosligi bu 25-yili dunyo iqtisodida uchun ham krisis, ham bir fursat bo'lgan bir yil bo'ldi. Bir tarafdan biz ig'ir qarz va coğrafiyalik siyosiy besimlarni his qildik, duch keldik bularga. Yana bir tarafdan sun'iy aqlninki gullanishi bu iqtisodlarni yana bir yuqori darajaga ko'tardi. Shuning uchun ham fursat, ham bir xavf bir yil bo'ldi. Shuning uchun 25-yilni shundoq tushunsak bo'ldi. Endi 10-sertmiga kelaylik.
10-siga kelsak, bu bo'lsa oltinni so'zildik, AI'ni so'zildik, chiplarni so'zildik, hamda emgak kuchi bozori va ijtimoiy masalalar. Emgak kuchi bozoriga qarasak, dunyodagi asosiy jihatdan turaqliq, ammo ozroq bo'shish bor. Bo'libmi shu iqtisod taraqqiy qilgan davlatlarda. Amerikaningki ishsiz nisbati hozir 4,2%, 4,4 deganlarimi bor. Degan yilning oxirlashmadi, shu atrofida. Ammo asosliq masala ishsizlik emas. Bu bo'lsa mahorat jihatdagi farq. Hozir butun dunyodagi, dunyo miqyosidagi shu korxonalar, shirkatlar, sanoatlar shundoq yuqori mahoratdagi xizmatchilarni tepishi nihoyatda tez bo'ladidi. Masalan, zamonaviy yuqori texnika mahoratga ega odamlarni topmoq tez bo'ladidi. Emgak kuchi jiq, ammo bundoq loyiq odamlarni tepish tez bo'ladidi. Uningga qo'shilib hozir shu taraqqiy qilgan davlatlarningki ko'chmanlar siyosati o'zgardi. Nurg'un davlatlar Amerika ichida burunqidek jiq ko'chmanlar ko'chib kiramaydi. Qonunsiz kirganlarni chiqarib yetib boradi. Shu bilan birga masalan bu emgak kuchi ta'minotiga ham ta'sir qilyotidi. Bo'libmi emgak kuchini jiq ishlatadigan sohalarda bu sohalarda pul paxallashish oshirishi mumkin. Chunki ko'chmanlarni emgak kuchi jiq ishlatadigan yerlarga ishlatsa, arzonroq bahoda ishlatadi. Agar ko'chmanlar bo'lmay yerliklarni ishlatsa, yuqori maosh berib ishlatish keladi. Shuningdan bu sohada pulning baholashi mumkinligi bor. Bu bir bizningki 26-yili kuzatadigan bir nuqta. Endi men vaqtimizni xeyli berib qoldi. Endi men oxirida bir o'zimning so'zlarimni bir xulosalab 11-si shuni bir nima qo'yib aytayman. Xulosalab aytay o'zimningki so'zlarimni. Endi muhim ishlar bizil bo'lgan. Oxirgi yepish so'zim bo'lsin bu. Endi 25-yili bo'lsa, yig'ib aytgan chog'da intayin bir ziddiyatli bir yil bo'ldi. Ziddiyatli bir yil bo'ldi. Birinchidan shu makro besimi bo'ldi. Amerikaningki GDP'si tarixdan buyon bo'lgan eng yuqori pallaga yetdi, 30 trillion Amerika dollari. Ammo dunyoningki qarzi tog'dak to'lib ketdi, 346 trillion. Mana bir shunday bir cho'ng pulda dunyoning qarzi. Bir tarafdan bu pulning paholasi muqimlashgan bo'lsa-mu, ammo yuqori o'sim bo'lganligidan oltinningki bahosini yuqoriga ko'taryapti. Qarzinki o'simi yuqori bo'lib, qarz qaytarish tez kelib, oltin yuqori bir bahoga ko'taryapti-da dunyoda. Bu dunyoningki bu qarz qarshi sug'urta siyosati rolini o'ynab qoldi bu oltin. Tushundingizmi? Ikkinchidan strategik musobaqa bo'ldi. Bu qanday musobaqa desangiz, nurg'un davlatlar o'zininki davlatidagi elektronlik mashinalarni qo'g'dab qilish uchun bu Jungoninki butun dunyoga yamrab ketgan elektronlik mashinalarini to'sash uchun 100% Amerika tarif qo'shdi. Yevropa 40 necha % qo'shdi. Ondan
bu qaysi chiplarni, litium chip, az ko'riladigan tuproqlarni, bularni kim kontrol qilish to'g'risidami, kim tizginlash to'g'risidami bir jiddiychilik ahvollar bo'ldi. Ondan 3-dan kelgan chog'da bu AI ziddiyati. Bir tarafdan AI gullanib, mana butun dunyo miqyosida 1.5 trillion Amerika dollarsini mablag' silib AI'ni gullantiryotidi. Buningga mutlaq ko'p prosentsi pul qo'ygan, 70-80% Amerikadan bo'ldi, qolganlari boshqa yerda. Endi Amerikaningki asosiy tarafi shu xususiy shirkatlarninki mablag' soqalari ko'parak. Yana bir tarafdan bizningki bu emgak kuchi bozorimiz ostinlab ketdi. Bu AI'ning taraqqi qilganligini emgak kuchi bozorida biz sezdik. Bir tarafdan mahsulotninki bu AI bir tarafdan mahsulotninki ishini ko'taryapti. Mahsuloti inqilobiy deyishyotidi hozir. Yana bir tarafdan bozorninki shu ish izlash bozorininki sovib ketdigini ko'rdik. Endi 26-yilga nazar solsak, kelajak yilga savdo vaziyati hamda faqat jo'grafiyalik o'rin bilan cheklanibla qolmaydi. Balki texnika, chidamchilik va jo'grafiyaviy iqtisodiy bexatarlikni shuni bilan munosabatlikda hozir. Shuning uchun burunqidek qayerda narsalar arzon bo'lsa, shu yerda ishlab chiqarib, narsalar ig'ir qimmat yerlarga turib setib, iqtisodninki ishlab chiqarishning unumini mundoq ko'targan bo'lsa, hozir qayerda bexatar bo'lsa, kim sizga do'stona davlatlarda bexatarlik ishlaydigan yerlarda ishlab chiqarish bu bir o'zgarish nuqtasi bo'lib qoldi. Shuning bilan men so'zimni shu yerda oxirlashtiray, chunki mening yana bir programmam bor orqada. Qolgan savollar bo'lsa, tuanga yozib qo'yasizlar, yana bir qaytimda yana men yaxshiroq so'zlashga tirishaman. Hammanglarninki anglab berganinglarga rahmat. Rahmat Gulnaz Abduqodir xonim, bugungi programmamizni yaxshi uchurlarni berdingiz. Iqtisod sohasini siz yangi bir fan bo'g'ashqa jiqqilqi savollarni so'rablamay ekanman. Vaqtingiz qisqan. Ben programmamizni bir oxirlashtirib, kelarki sonda yana davomli ekran taklif qilib, bu dunyoni iqtisodlari bilan nima ishda o'zgarishlar bo'layotidi, mushaqqadan tahlillar o'qib qolsana programmasini taklif qilamiz. Bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib, bu program qatnashganingizga jiddiy rahmat aytaman. Kelar qatimizda sonda davomli ko'rishamiz. Allohga omonat bo'ling. Allohga omonat. Rahmat hammanglarga. Xo'sh. Xo'sh. Kelar sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.